Demak, endigi darsda sizlar bilan yangi fayl ochishni va uni qanday qilib saqlanib qilishni o'rganamiz. Shunchaki yuqorida modul bo'limidan Sazil knopkasini ustiga bir marta bosamiz va mana bu yerda shablon chiqardi va OK bosamiz. Endi aytaylik, siz proyektni papka ochgansiz va qandaydir proyekt ishlab oldingiz, buni saqlanib qilishingiz kerak. Ya'ni har doim birinchi navbatda hisob qo'yinglar. Yangi proyekt boshlashdan oldin yangi shablon ochinglar va uni birinchi navbatda saqlanib qilib olishimiz kerak bo'ladi. Aytaylik, menda disk bor. Misol uchun aytaylik, mana bu diskka tashlayman va shu yerda shunchaki sazdat papka deymiz. Birorta proyekt. Aytaylik, loyiha. Misol uchun bu nom boshida 01 chiziqcha qilamiz. Loyiha 124 deymiz. Mana. Ochdim, ichiga kiramiz. Xuddi shu yerda endi loyihamizni o'zimizni nomlarini kiritib qo'yishimiz kerak. Aytaylik, bu ofis edi. Ofis 245 hudud deylik. Mana. OK deymiz. Yangi proyektimizni saqlanib qilib oldik. Endi shu tarzda ketma-ketlik bo'yicha keyingi ishlarimizni amalga oshiramiz. Hozircha stop.